tushib keldi. Aha. Uyni ma'lumasmi? Narxga kelganimizda bunday sog'liqlarga endi qo'yyapmiz. Yana ko'rmada YouTube'da ko'ryapmiz. 20 million ham, 18 million ham, 16 million ham baho qo'yyapti. Do'stlar, kundan kunga yangi akalarimizdan videolar chiqaryapmiz. Salohiddin akadan 27 bosh qo'zi. Do'stlar, Salohiddin akamiz o'zlari dehqon. Chorva sohasi bilan shug'ullanadi. O'sha ko'p yillardan beri o'zlarining chorva sohasi bor, fevral xo'jalik, qo'ylari bor xullas. O'zimizda tog' sharoitida, dasht sharoitida qo'ylarni yetishtirib, xalqqa yetishtirib beradi. Do'stlar, bu yerda urg'ochi qo'zilar bor. Soni 27 ta. Holatlari mana shunday. Akamiz endi dehqonchasiga narx qo'yaman deyapti. Videoni kuzatib borasizlar. Nech puldan qo'yadi endi? Hammaga qiziqda. Aka lekin tayoqda o'zi ham bir temaygan. Desangiz, endi cho'pon tayoqdan deydi-ku. Shunday barakasini bersin aka. Salohiddin aka. Assalomu alaykum Azizbek. Va alaykum assalom. Nazarlaringiz yaxshimi? Aka, bularni bir ma'lumotlarni o'zingizdan bir eshitaylik. Avvalambor obunachilaringizga ham assalomu alaykum. Aha. Hammaga. Xo'p. Aka, bularning ma'lumoti fevralda 10dan keyingi qo'zilar. To'liq qo'zi deyiladi-ku, endi biz Surxonda o'zimiz tildan cho'ponlarimiz 10dan keyin to'liq qo'zi. Bular tushib kelganiga 3-4 kun atrofida bo'ldi. 3-4 kun atrofida bo'ldi. Aha. Bularnikini. Yaylovdan tushib kelgan qo'zi, video anonsiga tashlab beraman. 40 qo'zilar hammasi mana ko'rinyapti. Bunday toza, tani toza. Qanday ushlab ko'rsataylik. Ha, ushlab ko'rsatingizlar. Do'stlar, holatlari mana shunday. Bundan 3 tasini ayirib tashladik. Endi bularga qaraganda maydaroq ularni yanada arzonroq narxda beraman deyapti akam. Xullas shu endi ko'rsatamiz ham hammasiga. Anoni hayda qo'shing. Keyin onalarga qaychi urilmagan. O'zingiz ko'rsam hozir gap isbot bilan bo'lsin. Hozir bundan keyingi orqasidan ulab qo'yamiz-da o videoni. Bo'ldi, biz sovliq qo'yamiz keyin. Buni bir oyar deganlarga soni nechta ulardi? Qay sovliqdimi bunimi? Sovliq. 4 dona sovliq qo'yamiz. Ha, qarang. 4 dona. Bularning ichidan 3 ta qo'zi ajratdik-a. 3 ta sovliq qo'zi ajratdik. Urg'och maydalarni ajratdik-da. Ha. Ularni endi ancha arzon beraman deyapsiz. Hozir buning narxini kelishaylik, keyin ularning narxini kelishamiz. Qarang, ichida bitta erkak qo'zi ko'rgandek bo'ldim-da. Bitta 27 ta urg'ochi buni soni. Bitta erkak qo'zi bor mana u. Ha, ular ham endi shuning orasida ketami? Shu narxda ketaversin mayli. Ha, do'stlar, xohlasalaringiz ayirib tashlaysiz, xohlasan ayirib tashlayversin. Bir xil holatda ketaversin, bir. Mana qo'zilarni bir qo'zilarni ko'rsin mana aka. Qo'zi qanday mana tulayapti, mana qarang, ko'rishlari mana to'sh qo'zini. Mana meni qo'lim qanday, to'shini qarang. Maslahatlar bering-da aka siz. Mana, ha? Siz maslahatlar bering-da, sizdan maslahat oladigan odamsiz-da siz. Maslahat o'zingiz chorvangizdan aka. Maslahat shug'ullanasiz. Ha. Maslahat endi shunday avvaldan shu o'zimizda ana nimalarda gapi bor, ota-onamiz endi toza qo'y boqish kerak. Shunday. Mana sifatli 40 qo'y boqsa endi misol qo'rada kirganda bir ko'z o'ynab turadigan, quvonib turadigan qo'y bo'lish kerak-da. Hay barakasini bersin, ha. Sifatli qo'y qilish kerak do'stlar. Aka, mana shu qo'zilar ham o'rtasidan misol. Unisini ham bunisini ushlatganimiz yo'q maydalar. Ha. Mana qo'zining bellarini tomosha qilma, bu ham tulayapti. Sizlar qo'zi dumalarni ham bir ko'rsin. Ey gap yo'q. Qarang, bular o'sha aytganimizda bir oy atrofida tug'ilgan qo'zilar ekanda. Shunda shu fevralda 10dan keyin tug'ilgan, endi u paykal u shu bir oy atrofida deyiladi-da. Shu bir oy atrofida-da, endi shu bir paykalda. Aka, nima deymiz? Narxini bir kelishaylik qani. Narxini nima deysiz? Narx qo'ying qani. Narxini o'zingiz bir gapiring, bozorda olmayman siz chorvangizga aka. Misol o'zingiz qo'yib yuribsiz qo'y. Endi aka narx qo'ying, insof bilan bitta narx qo'ying, men nima qilib yotmayman aka, aralashib yotmayman. Azizbek, biz shunday qilamiz. Bitta narx qo'yamiz. Aha. Endi tortishib yotayotgan ana usidagi emasda, bunday tortishib yotgan qo'ymaymiz. Shunday qo'ying aka. 4,5 million so'mdan baho qo'yamiz. Erkagiga ham bir teksga. 4,5 dan? Ha. Xo'p, 4,5 dan narx qo'yilsa, savdosi bo'ladimi, bo'lmaydimi? Savdosi shu dastavkasi bo'lishi mumkin, yog'iga qiyin-da. Endi gaplashasiz aka. Bo'ldi, chiqaversin, muomala qilamiz. Azizbek kanalidan deb chiqsin. Bo'ldi, muomala qilamiz. 27 bosh qo'zi bir joyda, bitta erkak qo'zisi bor ichida. Xohlasalaringiz ularni alohida gaplashasizlar. Bundan keyin hozir sog'liqlarni qo'yamiz. Nech puldan narx qo'yamiz endi? Gapiring qani. Azizbek, sog'liqlar
Savol ko'rishdi mana qizil qiriq ko'rinadi. O'zi qulagan bu dashni qo'yadi. O'zi Ha, tushib keldi. qattiqroq gapiring aka, mikrofonni buzdik-ku. Yo'q. Ha. Bu sovliqlar Azbek o'zi ko'rinyapti tulagani. Qaychi urgan? Ay akalar, mana o'zlari tulib ketgan sog'liqlar. Endi chori deyap, ikkitasini panji holatda deyap. Yo'qdan shu ko'zlar bilan tushib keldi. Aha. Uyda ma'lum emas. Narxga kelayotgan bo'lsak, bunday sovliqlarga endi qo'yyapti. Mana yana Gruziyada YouTube'da ko'ryapmiz. 20 million ham, 18 million ham, 16 million ham baho qo'yyapti. Ha, sog'liqqa qo'yilyapti. Bu misol xonaki emas, yo bir qo'lda yurgan emas. Ertaga olib borib boqsa qoni, hamma narsasi toza. Olib borib boqsa poychalari bor qo'ygan, poychalari. Aha. Olib borib boqib ko'rsin. Necha puldan deysiz aka? Bir kelishtirib narx qo'ying qani. Azbek shu. Narxni bo'lmasam deb qo'yamiz. 9 milliondan baho qo'yamiz. Aha. 9 milliondan qo'ysangiz 10 million demadik, 12 million demadik, 11 million, 12 million demadik. 9 milliondan baho qo'yamiz. xo'p. Hozir sovliqda o'zi ko'rinib turibdi mana Junon oqimida. Qayta sovlinmagan. Sifati-ku yaxshi ekan aka. Xo'p, endi narxini bir savdo qilishadi o'zlari. Bitta ikkitalik ham gaplashadi-da, to'g'rimi? Gaplashaveramiz Azbek. Aka, bitta ikkitaliki qaysisini minusroq qilib berasiz, pastroq narxga? Qaysi birini? Azbek o'z bunisi past ham yo'q, bitta shu mana shuni sal pastroqda. Chekkadagi. Birinchi boshda. birinchi ketgan shu sal pastroq bulardan bilib turadi. Bular endi bular boshqacha sovliqlar. Bular bir 20 kun yaxshi qarasangiz aka, yemni bersangiz, shu chiroyli ochilib qoladi. Bizning molxonamizni bir ko'rsating, na bir molxonamiz bor, na boshqamiz bor. Shuning uchun sotyapmiz-da.